Avvaliga do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda kechagi shoppingdagi narsalarni obzor qilamiz. Mana shunaqa papka sarig'idan oldim. Mana bunaqa skoch 75 metr ekan, 12 mingga oldim. Juda ham ko'p. Avvalam shundan olgandim o'zi, juda ham yaxshi chiqqandi. Unisiga ko'p. Bu fayl papkani ichida. Mana bunaqa oq prozrachnoy skoch. Oq bunaqa sticky nima deliniki ekan. Mana bunaqa double tape skoch bu ham double tape da o'sha. Keyin mana bunaqa 100 talik stikerlar, ichini bittama-bittalab ochib sanab chiqdim. Rovna 100 ta chiqdi. Keyin biz mana bunaqa narsalar chiqartirganmiz. Mana bunaqa bularni hozir skotchlab, qirqib, stikerga aylantiramiz. Bu ham takoy mana bunaqa bo'sh joylariga yopishtirish uchun. Do'stlar, hozir biz birinchi o'rinda tortmani ichidagi narsalarni bittama-bitta e'tibor beringlar mushukchalar. Ana bu mashinaga syurpriz qilib chiqamiz. Men qog'oz oldim. Stiker tanlaymiz, hammasini bitta alohida mavzularga bo'lib qilmasak bo'lmaydi endi. Pishak! Miyovlamay tur. Mana bunaqa chizib oldim. Ustim mana shunaqa qildim. Endi qorichka bilan chizib chiqaymi, yo'qmi, ahamiyat chizib chiqamiz. Даже o'tirgan joyimda ham qimirlolmayapman, chunki tagimda mushuqlar yuribdi. Shunga o'zim kichkina kley ishlatmasdim, keyin kattasidan ko'ra yaxshiroq ekan, shunga ishlatyapman. Qulayroq ham, kattasi juda ham noqulay. Bu yog'ini qilmaymiz-da, mana shu yoqdan. Bittasi tayyor, ikkinchisi. Do'stlar, mana buni ham qilib oldim. Ichiga stikerlarni ham solib oldim. Endi yopamiz. Va yana stiker tanlaymiz bu yerdan. Hammasini bir xil mavzuda qolibdi o'zi, bo'lmasa skincare bilan bo'yanchiqlarni hammasini ajratib olamiz va o'zini ham ajratib olamiz. Kiyimchasi banyaniki. Banyan bilmayman, короче. Mana do'stlar, endi bularni ichiga solamiz. Endi buni solamiz. Bu yerda juda ham qiziqarli stikerchalar bor. Va nihoyat buni ham bo'ldik. Endi buni taxlaymiz. Kerakli stikerlar mana shular bo'ldi. Men bularni bo'sh vaqtlarimda chizib tayyorlab qo'ygandim. O'zi xo'p-xo'nik bo'lib qoldi. Do'stlar, e'tibor bermanglar. Mana do'stlar, 4 ta bo'ldi. Endi bularni joyiga qo'yamiz. 4 tagina narsaga o'zi oldin mana shuncha to'zib ketdi. Ularni highlighterlarni mana shu tortmachiga qo'yamiz. O'zi tortmachani bo'shatishdan maqsadim shu edi. Do'stlar, endi hozir biz challenge qilmoqchimiz. Hozir biz ismlarga jurnal qilamiz. O'zi buni birinchi sinfimizdan Bahora boshlagan edi. Hozir ismlarni yozib chiqamiz. Buni dugonam ham chiqargan, Zarinkajiyim. Men ham chiqarib ko'rgim keldi. Endi yozamiz hammasini. Do'stlar, biz hozir 6 ta sirli ismlarga jurnal qilamiz. Hammasi ham 6 ta bo'lmaydi-yu, lekin aniqlaymiz. Bulardan faqat 3 tasiga jurnal qilamiz hozir. Buni olaylik. Qaysi ism tushdi ekan? Shabnam ismi tushdi bizga va hozir Shabnam ismiga jurnal qilamiz. Mana bunaqa stikerlarni ishlatgim keldi va hozir bilan ishlatamiz. Do'konga borsam qaytimlarga shunaqa olaman, shularni hozir ishlatamiz. Mana shu tanladik.
Mana Shabnam ismiga ham jurnal bitdi. Endi yanasini tanlaymiz. Va endi do'stlar yana tanlaymiz. Mana shu mana ko'zimga issiq ko'rinyapti va bu Bahora ismiga jurnal. Bahora ismiga endi rang tanlaymiz. Bizda variantlar juda ham ko'p. Ha, mana buni tanlaymiz. Mana Bahora ismiga ham jurnalimiz bitdi. Endi ism tanlaymiz. Tanlaymiz. Mana buni tanladim. Va bu ism Zarina ismiga tushdi va biz buni chetga olib qo'yamiz. Zarina ismiga qanaqa jurnal qilsak bo'ladi? Shuni ishlatamizmi? Yo'q. Mana bu. Ekranga qarab ketdi. Короче, series bizi esa want to. Yana ikkita sirli ism qo'ydim. Omadi kelganlarga. Va do'stlar endi bizga mana shu tanlaymiz. Va bu Ruxshona ismiga bo'ldi. Ruxshona ismiga mana shuni tanladim. Random tanlaymiz hozir. Va bizga qaysi ism tushdi? Sevinch ismi tushdi. Sevinch ismiga mana bu stikerdan foydalanamiz. Do'stlar shu bilan tugadi va bizda qaysi ismlar qoldi? Ya'ni tushishi mumkin edi. Bular Rayhona va Diyora ismlari edi. Bularni keyingi safar ochib, ularga ham jurnal qilamiz albatta. Shu yergacha kuzatganingiz uchun katta rahmat va sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha xayr.